Assalomu alaykum. 22-mart 2026-yil. Besharmon bozoridamiz. Mana bitta mo'jiza. Baraka. Mana 3 ta bolasi, uchalasi ham novvoz ekan. Uchalasi novvoz. Mana bitta yuzlari. Egasiga Alloh beribdi-da mana. Uchala bolasi ham novvoz, uchala bolasi ham o'ziniki ekan. Tuqqan videolari bor ekan. 3 talik ekan. Uchala bolasi ham novvoz ekan mana. Qancha baho aytyapsiz? 60 ga. 60. 47 qildi. Bozor 47 qilibdi. 60 baho aytishyapti ekan, Alloh xolasa. O'rtada 1 yil farzand bo'lmadi, 1 yil yarim. Toshkentga olib borib, doktorlarga eko o'qigizdirib, mana davolatib olib kelib, mana 3 ta tug'dim. Tengqurlardan o'tib ketdi deng. Tengqurlardan o'tib ketdi deng. O'tdi mana. Novvoz 18 ta suti bor yana janavardi. 2 yil mol bergan moldan o'tib ketdi-da. 18 ta suti bor ekan hozirga mana. To'g'ri yilini katta-katta. Bashmaldaqdan katta yillari. Mashalloh deb qo'yasizlar. Moddiy arximetga hoji bor. Bir oydan keyin bunday hozir o'ylab 1-2 oyding mayli. Xo'p, bitta bo'g'oz olsangiz ham 2 oy turadi. 2 oyda bolalarni o'zi bo'ladi. Ha? To'g'ri gapda, bunday hisob-kitob qilsa 2 oyda bo'ladi. Agar mol olaman haqiqiy foyda qilaman deydigan odam. O'zi kuyki ham qopda, sapchiyapti. Sapchiyapti ham. Sapchiyapti ham. Mashalloh, mashalloh.